Hop, davom ettiramiz. 66 ga keldikmi? 66-misol. Qaranglar nima deyapti? Quyidagi berilgan qatorda nechta natural son qatnashgan? 1 2 3 4 shunaqa ketganmi? Va hokazo. 45 46. 46dan birga ayirib qo'yamiz. Yo'q, bunga shart emas bu formula. 1 dan 46 gacha nechta son bor? 46. Ha, bo'ldi, javob 46. Kim tushunmadi? Shuni aytdim. Hamma tushundimi? Qiymasmikan? Yaxshi. Endi keyingisi. Qaranglar, ikkinchisidan boshlab formula ishlatamiz. Bitta formulamiz bor, shuni yozib ko'rsataman hozir. 68. 5 dan. Ularni qo'shib Bularga ham o'rgatganman-da. 6, 7, 8 va hokazo 97, 98. Yaxshilab eshitamiz. Eslab qo'yinglar, hamma nechta son bor degan savolni xohlagan payt berishim mumkin. Darsga kelgan paytlaringga ham berib yuboraman. Tushundingmi? Mana bu da turgan mana buni birinchi xat deyiladi. Bu oxirida turgan n'inchi xat deyiladi. Formulasi bor. Oxiridagi n'inchi xatda turgan sondan ayiramiz, birinchi xatda turgan sonni va 1 ni qo'shib qo'yamiz. Tushundingmi? Shu nechta, ya'ni n'ta xat borligini bildiradigan formula. Savol yo'qmi? Hamma tushundimi? Yashing, endi qaranglar. Mana 98 bor, to'g'rimi? Ayiramiz, 6 ni qo'shamiz, 1 ni. 92 qo'shilgan 1 bo'ladi-da, javob 93 ta. Tushundikmi yo'qmi? Hamma tushundimi? Oson usul mana. Oxirdan boshni ayirib 1 ni qo'shib qo'yasizlar. Bo'ldi. Tushundingmi? Oxirda turgan sondan boshda turgan sonni ayirib 1 ni qo'shib qo'yasizlar. Keyingisi mana 70-sini ham. Bitta ko'ringlar. Mana qiyin narsa emas. o'n bir, 12, 13 va hokazo 74, 75. Qanday ishlaymiz? 65. 75 dan ayiramiz, 11 da qo'shamiz, 1 da. 64 qo'shilgan 1 javob 65. Savol yo'qmi? Yaxshi. Nega 1 ni qo'shyapmiz desa, ma'nosini tushuntirib o'tib ketaman. Ma'nosini. Yaxshilab eshitinglar. Mana bundan, masalan, 1 dan 46 gacha bo'lgan sonni topish uchun nega 46 dan 1 ni ayirib 1 ni qo'shyapmiz desalaring, hozir 46 dan 1 ni ayirsak 45 chiqib qoladimi? Ayirma bo'lganda birinchi xat tashib ketilayotgan bo'ladi-da. O'sha tashib ketilayotgan bitta xatni o'rnini qoplash uchun 1 qo'shib qo'yiladi. Masalan, mana uni ham. Mana 98 dan 6 ni ayirsak 92 ta chiqadi. U qaysilar 92 ta desa, mana bundan boshlangan xatlar. 1 ni qo'shib qo'ysak, bu xatni ham qo'shib qo'ygan bo'lamiz. Tushundingmi nimaga 1 qo'shib etganmiz? Ayirmada mana tashib ketiladi. Mana yerdan boshlab hisob, masalan, 6 dan boshlanmaydi, mana 7, 8, 9 va hokazo 98 deyiladi. Tushundikmi? O'shani o'rnini qoplash uchun 1 qo'shib qo'yiladi. Keyingisiga o'tamiz. Hamma tushundimi hozirgi gapimni? Ma'nosini ham so'rab olaman, bilasizlar? 10,000. 6 kara 10,000. Qo'shilgan 9 kara 1000. Qo'shilgan 100. Qo'shilgan 5 kara 10. Qo'shilgan 7. 6 million 9 Million? Qisqasi 6 kara 10,000 degani 60,000 degani. 9 kara 1000. Men qarang, o'tlab ketmanglar. Birga 9000. Qo'shilgan 100. Qo'shilgan. Yana o'tlab ketyapsizlar. Tohir, qayer shoshibsan? 7. 60,000 и 9000 qo'shsak 69,000. 157. Tushundingmi? O'tlab ketmanglar-da. Shovqin qilib tashlaysizlar, keyin qolganlar tushunmay qoladi.
Tushunyapsizlarmi? Yaxshi. 3 kara 10 ming qo'shilgan 4 kara 100 qo'shilgan 2 kara 10 qo'shilgan 7. 3 kara 10 ming nima bo'ladi? 30 ming bo'ladi, to'g'rimi? Mana. Qo'shilgan 4 kara 100 4 mingmi? 4 kara 100 Xo'p, 30 mingga 400 30 ming 400 bo'ladi. 400 27. Yana ketma-ket yozilar ekan deb 3 4 2 7 ni yozib qo'ymanglar. Kallan ishlatinglar. Shoshmasdan ishlaymiz. Tushunarmi? 3427 bo'lib xato bo'lib qoladi keyin. Savol yo'qmi? 74 bo'yicha 76. Endi buni maydalab yozing deyapti. Mana 80 mingmi? Ha? Mana 7 ming. Mana 30. Mana 2 o'rtada hech narsa yo'q. Mana 80 mingni 8 kara 10 ming deb yozishimiz kerak. Qo'shilgan. Mana 7 mingni 7 kara 1000 deb yozishimiz kerak. Qo'shilgan. Bu yo'q. 3 kara 10 qo'shilgan 2. Bo'ldi. Ikkalasi tengmi? Bo'ldi, barobar o'rinli bo'ldi. Savol yo'qmi bu bo'yicha? Yaxshi. 78. 129 ming 807. 129 ming deb 100 deyapmizmi? Demak, 100 ming 100 ming deb ketaveramiz. 1 kere 100 ming deb o'tirmaymiz, shart emas. Endi 29 ming bo'lsa 20 mingmi? 2 kere 10 ming. Tushunarmi? 2 kere 10 ming 20 mingmi? Endi mana 9 mingmi? 9 kere 1000. 8 kere 7. Qo'shilgan 7. O'rtadagi 0 shart emas. Tushunarmi? Shuni qaytarib qo'shsak beraveradi. 10 ming 7 mi keyingisi? 80-inchisi. On ming 7. 10 mingni o'zini 10 ming deb yozamiz. Qo'shilgan 7 deymiz. Bo'ldi. O'rtadagi nollar shart emas. Turli raqamlar bilan yozilgan eng kichik bitta ikki xonali sonlar. Turli raqamlar bilan yozilgan eng katta ikki xonali sonni yozing. 99. Turli raqamlar bilan yozilgan. 99 turli raqammi? O'shaning uchun shoshmanglar-da. Xo'p, qaranglar. 82. Turli raqam desa, bitta raqamni 2 marta qatnashtirmaysizlar. Agar demaganida eng kattasi nima bo'lardi? 99 bo'ladi. Lekin bizda 99 mumkin emas. Chunki turli bo'lsin deyapti. Tushundikmi? Turli raqamning eng kichkina xonali sonchi. Eng kichkinasi 2 xonali son. 12 deyapti turli deb, lekin 10. Turlimi? Bo'ldi. 1-0. 12 desalaring, 12 dan oldin bor-ku, 10 bor-ku. Turli raqam-ku. jufti bo'lar endi. Tushundingmi? Yo, juft bo'lishga majbur emas. Ha, unaqa qoida yarata olmanglar-da. Shundan qo'rqaman. Bitta narsani ko'rsalaring, darrov miyaga qoida qilib olasizlar. Men aytgan qoidani yodlab olaveringlar, bo'ldi, shu yetadi sizlarga. Tushundingmi? O'zlaringiz chalkashtirib tashlaysizlar, qoida yaratib. Turli raqamlar bilan yozilgan eng katta 3 xonali son. Eng katta 3 xonali son 87. turli raqam bilan yozilgan eng katta 3 xonali son 198 mi? 199 200 chi? 9 dan boshlab yozamiz. 3 xonali son deyaptimi? Ha, chizasizlar mana 3 xonali sonni. Eng katta raqam nechi? 9. Uni ishlatib bo'lmaydi. Undan keyingi kattasi? Uni ishlatib bo'lmaydi. Undan keyingisi? 100 bo'lmaydi-da. Tushundikmi? Savol yo'qmi hech kimda? Yaxshi. 86.
Aziz tushunyapsanmi? Qarayapsanmi o'z do'stiga? Gapirmay qo'yding-da. Bir xonali natural sonlar nechta? Ikki xonali, uch xonali sonlar-chi? Qaranglar, bir xonali natural sonlar birdan 9 gacha bir xonali deyapti. Feruza, nima bo'lyapti senga? Jami nechta ekan? 9 ta. Endi ikki xonali sonlar topishimiz uchun ikki xonali sonlar 10 dan boshlanib 99 gacha bo'ladimi? Nima qilamiz? Yashanglar. 90 ta bo'ladi. O'zi mantiqan o'ylab qarasalaring, bir xonalilar 9 ta, ikki xonalilar 90 ta, uch xonalilar 900 ta bo'ladi. To'rt xonalilar 9000 ta bo'ladi. Tushunaymi-yo'qmi? Uch xonali sonlar qanday topamiz desa, birinchi soni 100 va hokazo 999 gachami? Demak, eng kattasidan kichkinasini ayirib nima qilamiz? Bo'ldi mana. Birda qo'shsak 900 ta bo'ladi. Savol yo'qmi? Yaxshi. 86 ketdi. 88. Barcha raqamlar yordamida ularni takrorlashimiz. Xo'p. Barcha raqamlar yordamida ularni takrorlamasdan yozilgan eng katta va eng kichik 10 xonali sonlarni yozing deb. Birinchi eng katta 10 xonali sonni, keyin eng kichik 10 xonali sonni. Raqamlarni takrorlamasdan to'ppa-to'g'ri raqamlar yozib olamiz birinchi. Nimalar bor? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana shu yordamida eng kattasini yozamiz birinchi. Eng kattasini maksimum deb olsak bo'ladimi? Eng katta raqam qo'yishimiz kerakmi? Eng katta raqam nima? 9, Keyingisi 8, 7, 6, 5. Sizlar qarayapsizlarmi? 5, 0. Eng kattasi shu ekan. Tushunarli? Endi minimum, eng kichkinasini yozishimiz kerak. 1. Minimum. Birinchi xonaga 0 yozib bo'ladimi? Yo'q. Yozib bo'lmaydi-ya? Yo bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Bo'lmagani uchun 1 ni yozamiz. Endi 2 ni yozmaymizda, boya 0 ni tashlab ketuvmedik? 0 ni yozamiz. Endi bu yoqni davom ettirib ketaveramiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Savol yo'qmi? Hamma tushundi-ya? Yaxshi. 90-inchisi. Ikki, 3, 4 raqamlaridan ularni takrorlamasdan nechta 3 xonali son yozish mumkin? Bu sonlarni o'sish tartibida yozing. 2, 3, 4 degan raqam beribdi bizga, qarang. 2 bergan, 3 bergan, 4 bergan. Faqat shoshmaymiz. Takrorlanmasin deyapti. Takrorlamasdan yozishimiz kerak. Birinchisi 2 dan boshlaymiz-da. 234, 243. Mana joyini almashtirdik. 2 lar tugadimi? Endi 324, 342. 3 lar tugadimi? Endi 423, 432. Nechta ekan? 6 tami ekan. O'sish tartibida yozing degan, biz birdan o'sish tartibida yozdik mana. Yozib bo'ldik, javob shu. Tushunlaymi-yo'qmi? Shuning uchun yozayotgan payt birinchisiga eng kichkinani qo'yinglar. Keyin undan keyingi kichkinarog'ini, keyin keyingisini. Keyin bitta orqadagi joyini almashtirasizlar. Keyin undan sal kattarog'ini qo'yasizlar-da, kichkina, katta. Xuddi shuni joy almashtirsang, birdan o'sish tartibida yozgan bo'lasizlar. Takrorlansin desa ko'payib ketadi. Ha, takrorlansin degan so'z bo'lsa, bemalol foydalansalaring bo'ladi 2, 3, 4 dan. Yetib bordimi? Yaxshi. 90 ketdi. 92. 12 ta son yig'indisi 100 ga teng. Agar har bir qo'shiluvchi 5 ga orttirilsa, yig'indi nechaga teng bo'ladi? Qarang, 12 ta son bor ekan bizda. Masalan, A plus B plus C plus va hokazo N plus M degan jami 12 ta son bor. Shuni yig'indisi nimaga teng deyapti? 100 ga teng deyapti. To'g'rimi? Endi har bir qo'shiluvchi 5 ga ortsin degan, har bir qo'shiluvchiga 5 ni qo'sh degan. Tushundikmi? Ya'ni A ga qo'shaman 5 ni, B ga qo'shaman 5 ni, C ga qo'shaman 5 ni va hokazo N ga 5 ni qo'shaman, M ga 5 ni qo'shaman va necha chiqadi deyapti. O'zi nechta son bor edi? Nega yozib qo'yibman 12 ta deb.
12 ta son bor. Har biriga 5 qo'shilyapti. Nechta 5 qo'shilyapti? 12 ta 5 qo'shilyaptimi? Demak qaranglar. Mana bu A qo'shilgan, B qo'shilgan, C qo'shilgan va hokazo N qo'shilgan M dan tashqari 5 degan sondan 12 ta qo'shilyapti. Hamma tushundimi? O'zi buni yig'indisi nimaga teng edi? 100 ga tengmidi? Yana nima qo'shildi bizda? 60. Tamam. Demak javob nima bo'lar ekan? 100 qo'shilgan 60 Teng 160. Savol yo'qmi? Hamma tushundimi? Va qo'shilgan 5 larni alohida oldim. Mana 12 ta 5 bor dedim. Tushuniga? Yaxshi. Yig'indida ishtirok etayotgan har bir qo'shiluvchi 3 ga orttirilsa, yig'inda 24 ga ortadi. Yig'indida nechta son qatnashgan? Endi nechta son qatnashgani noma'lum. Masalan, A plus B plus va hokazo N plus M bo'lsa va mana yerda qanaydir X ta son bor. Tushundingmi? Endi aytayapti. Yig'indini deyapti. 3 ga orttirilsa, yig'inda 24 ga ortadi. Mana qarang, hammasini 3 ga orttirsam, A plus 3 bo'ladimi? B plus 3 bo'ladimi? Va hokazo. N plus 3 M plus 3 bo'ladi-da. Bu yig'indi qanaqadir? Masalan, S yig'indi bo'lsa, shu yana 24 taga ortib qoladi, deyapti. Tushunding? 3 qo'shilganda 24 ga ortadi, deyapti. Tushuniga? Demak, dastlab o'zi nima bo'lgan? S bo'lgan, keyin 24 taga ortgan. Endi 24 dan 3 ga bo'lamiz. Nechta son bor? X X ta. 3 karra X ta songa ortgan, u 24 ga ortgan. Demak, X teng 8. Savol yo'qmi? Yaxshi. 96. Birdan 99 gacha bo'lgan sonlar ketma-ket bitta son kabi yozildi. Necha xonali son hosil bo'ladi debdi. Faqat shoshmaymiz, qaranglar. 1 2 3 4 5 va hokazo 98 99. Mana shunaqa yozilsa va bu butun bitta katta son desak, necha xonali son bo'ladi deyapti. O'zi bir xonali sonlar topib olsak, 1 dan 9 gacha 9 ta. 9 ta bor. 10 dan 99 gachachi 90 ta bor, lekin ularni har biri ikkitadan xonani band qiladi, to'g'rimi? Chunki ikki xonali son. Ko'paytiramiz, demak 2 ga 90 kara 2 180. Bir xonali sonlar 9 ta, jami 180 qo'shilgan 9 teng 189. Necha xonali son hosil bo'lar ekan? Shuning uchun ehtiyot bo'lib hisoblaysizlar shunaqa misollar. Tushundingmi? Yaxshi. 2 xonali sonlar ikkita xonani band qilgani uchun. Savol yo'qmi? Keyingisiga o'tamiz. Qaysini? Mana nima? Xo'p, boshqadan tushuntirib beraman yerga. Mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 va hokazo 97 98 99. Mana shu bitta xonali son. Nechidir xonali son deb tasavvur qilsalaring. Mana shu bitta son. Tushundingmi nima demoqchi bo'lgan? Mana shu bitta son desak, shu necha xonali son deyapti. Uni topish uchun men raqamlarni nechtaligini topib olishim kerak. O'ylab qarasam 1 dan 9 gacha nechta raqam bor? 9 ta. 9 ta. Shu yergacha necha xonali son? 9 xonali. Lekin bu yoqqa har bitta son nechtadan raqami bor? 2 tadan. 10 dan 99 gacha nechta son bor? 90 ta. Uni qayerdan bildik? Boya hisoblagandik, qayerdadir. 99 dan Qani edi? Mana. Mana 99 dan 10 dan ayirib birda qo'shganimizda 90 ta son borligi aniqdi. Lekin shu 90 tani har biri nechtadan raqam bor? 2 tadan. Demak 90 kara 90 kara 2 qo'shilgan bir xonali sonlar 9 ta, jami 189 ta xonali son degan. Endi tushunding? Yaxshi. So'rab turinglar-da, shuni tushunmasalang. Siz 99 ni ko'raylik. 99 ni. Ha, ko'ramiz, mayli. 98.
O'quvchi birinchi kuni bitta, ikkinchi kuni ikkita, uchinchi kuni 3 ta masala yechdi va hokazo u dastlabki 20 kunda jami nechta masala yechgan? Qaranglar, bunaqa demoqchi. Birinchi kuni bitta yechdi. İkinci kuni ikkita. To'g'rimi? Ikkinchi kuni ikkita yechdi. Uchinchi kuni 3 ta. 4 ta va hokazo 19 va 20 ta. Jami nechta yechdi deyapti. Ha, demak, Birdan 9gacha. tamam. Yo, birdan bu boshqa masala. Feruza. Boshqa narsa bu. Menga qaranglar, ey, to'xta, chalkashib ketyapsizlar. Bu masalani mazmuni umuman boshqa narsa. Bu masalani mazmuni boshqa. Bunda shunchaki necha xonaliligini top deyapti. Bunda tasavvur qiling mana, kuniga bitta yechdi, keyin ikkita yechdi, keyin 3 ta yechdi. 20 kunda 20 taga chiqib borgan bo'lsa, jami nechta yechdi deyapti. Birga ikkini qo'shamiz, 3 qo'shamiz. Tamam, birdan 20 gacha bo'lgan sonlar yig'indisini topishimiz kerak. Tushunmading? Tushundingmi? Yaxshi. Xo'p, qaranglar nima qilamiz? Eng oson usuli mana 1 ga 19 ni qo'shamiz. 20. Mana yerda 20 bor, qarab turinglar. 20 bor, qo'shilgan. 19 ga 1 ham 20. 18 ga 2 ham 20. 17 ga 3 ham 16 ga 4 15 ga 5 14 ga 6 14 ga 6 13 ga 7 keyin yana 20 11 ga 9 yana 20 o'rtada 10 qolib ketadi. Bir o'zi. 10 ga 10 deya olmaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta 20 bor. Yana 10 ni qo'shsak 210. 210 ekan. Savol bormi? U shu tartibda davom etsak, 20 kunda 210 ta. to'ppa-to'g'ri. Savol yo'qmi hech kimda? Masalan, shartini eshitdinglar-da. Mana masalani berdi, boshqa masala bersa, bu bilan buni bog'lab ketyapsiz. Unaqa emas. Tushundingmi? 99. Ko'ramiz edimi? Xo'p, 99. 3 ta javonda 210 ta kitob bor. Birinchi javonda ikkinchisiga 10 ta, ikkinchi javondan uchinchisiga 20 ta kitob olib qo'yilsa, javonlardagi kitoblar soni teng bo'ladi. Dastlab har bir javonda nechtadan kitob bo'lgan? Qaranglar. Javonlar haqidagi masala bo'lsa, mana birinchi, ikkinchi, uchinchi javon deb ishlashimiz shart. Uchalasida jami nechta bo'lgan ekan? 210 ta mana shunaqa ishlaymiz jamini. Tushundikmi? Endi har birini bir-biriga bog'laymiz. Qaranglar. 3 ta javonda 210 ta, birinchi javonda ikkinchisiga 10 ta kitob olindi. Birinchi javondan ikkinchisiga nechta olindi? 10 ta. Qaranglar, masalan, mana buni javondagi sonlarni, masalan, mana buni A deb olsam bo'ladimi? Mana B deb olsam, mana buni C deb olsam, bu A dan 10 ta ketdimi bunga? Qaranglar, bundan hozir keyingi bosqichni ko'rsatish uchun strelka bilan ko'rsataman, qaranglar. Mana A dan 10 ta ketdi. Qayerga ketdi? B ga kelib qo'shildi. To'g'rimi? Endi ikkinchi javondan uchinchisiga 20 ta kitob olib qo'yilsa. Endi B dan 20 ta ketsa, hozir menga -20 yozaman. C ga 20 ta qo'shildimi? Mana. Tushundingmi yo'qmi? Tushundingmi? Yaxshi. Qo'yilsa, javonlardagi kitoblar soni teng bo'ladi. Dastlab har bir javonda nechtadan kitob bo'lgan? Qisqasi qaranglar. Dastlab A plus B plus C 210 ta bo'lgan. To'g'rimi? Shunaqami? Keyin bo'lsa mana A minus 10 bo'lgan. Keyin Yo'q. B plus 10 minus 20 bo'lgan.